So'ramoqchi edim. Aslini olganda ahamiyat berib qarasam, yoshlarda ham bu kasallik, bu muammo juda ham ko'p uchrayapti. Siz aytyapsizki, mana vaqt o'tishi bilan, ya'ni baribir bo'layotgan organizmda bo'layotgan o'zgarishlar bizni o'sha suyak sistemamizga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu birinchidan. Yoshlardachi mana noto'g'ri yuk ko'tarishi deyapmiz yoki qanaqadir travmalar bo'lishi mumkin. Yana qanday sabablar bo'ladi yoki biz ko'p o'tiribmizmi, yurmayapmizmi? Hozirgi kunda juda ko'p mana shu disk cho'ralar yosharib boryapti. Ya'ni 20 yosh, 18 yoshli o'smirlarda ham bu disk cho'ra, ya'ni grija ham uchrayapti, juda ko'p uchrayapti. Buning asosiy sabablaridan biri yoshlarda noto'g'ri yuklarni ko'tarish. Ya'ni masalan sport zallariga boradigan bo'lsa ham yuklarni noto'g'ri ko'tarish ham bu disklarni, ya'ni umurtqalararo disklarga tushadigan nagruska, ya'ni yuklama noto'g'ri tushishi oqibatida travma oladi. Buning natijasida shu disklarda disk cho'rani paydo bo'lishiga olib keladi. Demak, qonun qoidasi bo'yicha mana hurmatli teletomoshabinlar ko'rishingiz mumkin. Operatorlarimizdan iltimos qilamiz, chunki monitorda ko'rinib turibdi noto'g'ri yuk ko'tarish va to'g'ri yuk ko'tarish. To'g'ri, aslida biz shoshamiz, ko'p hollarda istagancha ko'tarishimiz mumkin, lekin bu narsa yig'ilib o'z asoratlarini ko'rsatishi mumkin.